Orting aka, qo'lim kuyib qoldi. Aka, haqiqatan shu oddiy narsadan $100 kuniga foyda qilsa bo'ladimi? Bo'ladi, $100 foyda ko'rsa Sizmi haqiqatan? bu qishda uni faslda hamma oyda ketaveradi. Hamma oyda ketaveradi. Oddiy mashina narsadan aka. Shu narsani o'zidan, bitta semen qo'yib qo'yadi, bo'ldi. $100 foyda. Foyda. Rangi nimalari super mo'shi bo'ladi. 20 yilga garantiya beradi. Yulaveradi. Xudo xolasa endi garantiya berishini xudo xolasa hammasi, xudo xolasa turadi. Xudo xolasa. Ham buni usta akalar ham o'rgansa bo'ladi. Ham biznesni sizga o'xshab turib mana shunaqa qilib qolib chiqarib, bu biznesni noldan qilsa bo'ladi. Hammasini qilib. Xudo xolasa. Bu biznesni nech pul bilan boshlasa bo'ladi usta akalarimiz? Bu plitka quyish biznesini shu 2,5-3 million boshlasa bo'ladi. Ya'ni do'stlar, bu fasadniy plita ishlab chiqarish qolipi bo'ladi, original bo'ladi. Agar mana bunday qolip kerak etsalar, original yaxshisi sinmaydi, parod qilmaydi. Mana qaynaqqina tandirdan chiqqan narxini $160, ya'ni kvadrat metri bo'ladi. Agar yo menga fasadniy plitani o'zi kerak etsalar, sokel qismiga 1 kvadrat metr narxi 55 ming so'mdan bo'ladi, tevaga, ya'ni fasad uchun narxlari 75 ming so'mdan boshlab u yog'iga ketaveradi. 100 kvadrat metrdan ko'proq olsalar, O'zbekiston bo'ladi dastlabki mutlaqo bepul. Biz turgan joy Farg'ona viloyat Bog'dod, ya'ni Mo'stiga yetmay turib Osiyo do'koni. Do'konida turibmiz. Pastki nomerlarga qo'ya chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar.